Assalomu alaykum aka. Biz Hazorasp tumanidamiz. Ovshar mahallasi, Gulzor 4-tor ko'chadamiz. Mansur og'amizning uyida. Bu uyimizda ham ko'mirdan atab yana o'tirib berdik. Bu yerga ketgan material o'zlarimizdan bo'ldi. Xudo xolasa oxirgacha ko'rib borsangizlar, necha so'm pul ketganini, necha so'mlik material ishlatganlarimiz hammasini aytib o'tamiz bir qator. Kotyolimiz rossiyskiy kotyol. Magnum degan 200 kvadratlik. Mo'rlarimiz 150 senkada bo'ldi. 150 diametrda 2,5 senkada bo'ldi. Podacha obratkalarimiz 32-25 aralashtirib ishlab berganmiz. Hammasi 2,5 senkada, 20klarimiz 2,2lik. Nasoslarni qo'yib, samotyok sistemada ishni o'rnatib, xalosa nasoslarni ishlatadi, xalosa samotyokda kraniklarni qo'yib berganmiz. Shu kanalimiz uchun rivoji uchun layklarni bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni ko'mir atab yana o'tiraman deb yurgan donishmandlarga yuborib qo'yinglar. Bu kanalimiz rivoji uchun kerak bo'ladi. Esa oxirgacha ko'rib borsangizlar, hozir xudo xolasa necha so'm pul chiqqanlarini ham nima ishlatilganini bir qadar ko'rsatib o'tamiz. Atab yana yoqib berganimizda bir yarim soat bo'ldi. 70 gradus o't turibdi. Uyimizni полностью podacha obratка sistemada 32-25lik aralashtirib ishlab berganmiz. 140 shtuk alyumin batareya ishlatib berdik. Batareyalarimiz 500-100lik deb aytiladi. Kanalga chesti 10 sm. Hammasini rossiyskiy latunli kraniklarni qo'yib 90 gradus bukib, rezervuarni yonib ishlab berganmiz. Oboy o'tilingan, oboy bo'lgan joylarni ishlashimiz yana. Hamma yerni qo'llangancha turban razmerida do'shib ishlab berganmiz. Pontena tushib o'tganlarni ham hamma yerni akkuratni yetib, oyoqqa mishi yetmaydi, ham do'shlarni ham chiroyli ishlab berdik. Uyimiz o'sha 11 tochka bo'ldi, 9 yere batareya qo'yildi. Uyimiz o'sha 186 kvadrat yer bo'ldi. Dalanimiz 20 latib bir yere qo'yib berganmiz. Spalnilarimiz hammasini 15 latib tashlab berdik. Bularımızda da 20 latib oxirgi zali hisob ekanmiz. Shuning uchun 20 latib tashlab berdik. Kuxnalarini ham 15 latib qo'yib berganmiz. Qo'llangancha akkuratni deb ishlab, chiroyli o'tirib berdik. Bir dalanımız 25 latib qo'yib berdik. Daniqanlar bo'lsa, Mazuramiz uyning egasini. Spalnimiz bir yerdan 15 latib. Podacha obratkamız şuradan gelib, şuradan chiqqan. Dalandagi batareyamiz kotyoldan 25 metr uzoqlikda, obratkasi lekin 12 metr bo'ldi. Dalandan doğru tushirib o'rtadan yuborganmiz. Bak spalnilarimiz. Banilari, tualetlarni esa saralatib ishlab berdik. Kafellarni ham, plastiklarni ham akkuratni ishlayapmiz. Siz ko'rib boraverasizlar ki, mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Xorazm viloyati ham Qoraqalpog'iston suv gazi bo'ylab ko'mir atab yana, gaz atab yana o'tiramiz. Bu uyimizda o'sha materiali, ustaqisi, kotyoli hammasi 36 milyon 625 ming so'm pul chiqdi. Asa sog'inglar, salomat bo'linglar, men rahmat.